Salam dostlar, darsxonamga hoş geldiniz. Aldınғы saatlik sama usul dersini yaxtırıp öğrenginizlarga hem bana evetken güzel uçurlarınlarga köptün köp rahmet. Bugünkü ders məxsus kızlar üçünlə tayarlandı. Bugünkü dərslikdə mən muqamның çoğ nəğməsinin bir tərkibi bolğan Jula-ni tanıştırmaqçımən. Jula demək körkəm, yarqın, nurluq degan ma'nolarda bo'lib, bu yerda bo'lsa tantana degan ma'noda. Bu muqamdagi xo'shalliqni ifodalaydigan qismi bo'lib, qizlar tarafidan o'rnatildi. Albatta, har qanday turdagi bir usulni o'rganishdan burun, eng avval uning baziy qadam harakatlari bilan tanishishimiz lozim. Men bugun Jula usuliga munosabatlik bir necha xil yangi qadam harakatlarni o'rgatmoqchiman. Qaychi qadamning shakli sama usuldagi qaychi shakl qadamiga o'xshaydigan bo'lib, qadam tashlab badanni burab to'xtatish qaychi qadam deb ataladi. Qaychi qadam harakati Jula sanamlarda eng ko'p ishlanadi. Agar bu qadam harakatini asta suratda ishlatmoqchi bo'lsak, qaychi qadam bilan yurib, bir put yon terakka chiqib to'xtab, putning uchi yerga yenik urildi. Shu vaqtdan birga mura yenik tavrinib, gavda o'ynaldi. Qiynamsa, udarga tushirib ko'rib boqaylik. Agar tez suratda ishlamoqchi bo'lsak, oraliqda to'xtamayla o'ng so'l taraflarga qaytlaymiz. Juplab, ambur shaklda yonga siyrilib yurish, siyrilma qadam deb atildi. Tayyorlik holat, ya'ni tumarcha shaklda avval ikki tapan ichilib, barmoqning uchi juplashidi. Ikki tapan bir-biriga juplashganda putning uchi ichildi. Har bir ichilib yepilganda bir putning tapini, yana bir putning put barmog'i ko'tarildi. Mushu taxitda harakat takrorlanaverdi. Bütün badan yuqoriga tortilib, eg'irlik ikki putga tekshi tushidi. Badanni tekshi tutish ham harakatni siliq qilishimiz kerak. Siyrilma qadamni o'z o'qimizda aylanib qilishni siypab cho'glash deb ataymiz. Siypab cho'glashning ikki xil shakli bor bo'lib, bu xil shaklni qo'shmaq shaklda siypab cho'glash. Yana bir xil shaklni mix shaklda siypab cho'glash deb ataymiz.
dərsi tügənген pot pozisiyalarındakı mıxça şəkil esingizmikin? Muşu pozisiyada aylanışni mıxça sipap çögüləş deb ataymiz. Öz oqimizda 8 bulunğa qarab aylanamiz. Sol tarafkimi o'xshash. Qo'llarni shaxmarash pozitsiyasiga kelamiz. Tangli vaqtda bir put yan terakka chiqadi. Ondan eg'irlik yan terakdagi putga o'tkilib, tapan ko'tarilib, o'z o'qimizda tez aylanamiz. Shu aylanish bilan tang ikki qo'l belga keldi. Cho'gilganda badan yuqoriga tortilib, bosh bilan gavda bir nuqtani markaz qilgan holda tez aylanishi lozim. Növbətdə mən ataqlıq rejissor Kürash Rajab işləyən Təbiət muqamının Jula mərğulini öyrətməkçimən. Buningdagi harakatlar asosan biz bugun va bugunga qadar o'rganib kelayotgan harakatlardan tarkib topgan bo'lib, meningcha tezla o'rganib keta olasiz. Etak ko'tarib sahnaga chiqqandan keyin ko'krak salimi beramiz. Ondan oldiga bir qadam ilib, yenik jilva qilamiz. Qaychi qadam harakatini 6 qitim o'rindaymiz. Yana bir qitim qadam tashlab, bo'yin atamiz. Mixchi shaklda sipab cho'klaymiz. Ilmak qo'l harakatini jup qadam bilan o'rindaymiz. Taq qadam harakatini beg'ish aylantirish bilan birlashtiramiz. Ondan tabassum bilan bo'yin atamiz. Kayniga ushaq qadam ilib yuramiz. Mok qadam harakatini ishlaymiz. Shax cho'glash. Bir yoki ikkini o'z o'qimizda payqab, tizlarni tutgan holda yerim o'ltiramiz. Etaklarni ko'tarib, kaynimizga ushaq qadam tashlab yuramiz. Yana bir qitim o'z o'qimizda sipab cho'glash harakatini ilib boramiz. O'ng va so'l tarafga yon tirma qadam harakatini qo'l harakatlari bilan birlashtirib, ondan yan terakda o'z o'qimizda aylanamiz. Mo'ka qadam harakatini qaytalaymiz. Ondan etakni ko'tarib aylanamiz. Yan tirama qadamni o'ng va so'l tarafga ilib, ondan bir aylanamiz. 2 qitim takrorlaymiz. Kayniga ushaq qadam bilan yurib, oxirida shax cho'gilab, etakni ko'tarib tugatamiz.
Qina əmsə, mağa əgişib yana bir qitim sınab beqin. Bugungi dars mush yergacha bo'lsin. Ko'ngil qo'yib ham yoqtirib o'rganganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Hamsa, kelarki soat darsda ko'rishaylik.